video darslikni o'zidan o'rganib qo'yaman bemalol. Esimdan chiqib qolgan bo'lsa, darrov videoga kirib ko'rib olaman-da, esimga tushadi, o'sha yerdan qilib ketaman yana. Вот bularni savoliga javob Assalomu alaykum Nargiz opa. Darsga kechga qoldim onlayningizga. Hozir kirdim, hozir bo'shadim, uzr so'rayman. Mana bu qo'shilaman xudo xohlasa. Lichkangizga kiraman Nargiz opa. kiringlar, keyin bepul video darsliklar kanalimga ham ссылкасini hozir tashlab qo'yaman. O'tib yerda ham chitekinga ko'p narsa qo'yib qo'yganman, kirib ko'ringlar. Foydasi tegsa men xursandman. Hech nima emas u. Просто так sizlar mazza qilib ko'ringlar, ishlatinglar deb qo'yib qo'yganman yerga. O evaziga hech narsa so'rayotganim yo'q. Men duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Agar o'sha yerdan nimadir olib, nimadir o'rganib, ishlaringda foydasi tegsa, daromadlaring oshsa men xursandman. Agar pullisiga kirsalang, вообще bomba narsa olasizlar yerdan. Xudo xolasa albatta o'qiyman. Juda ham yoqdi. Ma'lumotlaringiz juda zo'r yetkazib berar ekansiz. Men o'qiganman 2-3 ta joyda, juda ham bilimlarni qizg'ongan, boshqa qilgan.